keldik. KAMAZimiz 5511 ekan. Ichlarining holatlari ko'rinayotgan bo'lsa, Salerkada 350 mandikimi shunaqa deyapti. 30 cm narashkiya dokumenti bor. Kuzovlariga keyin to'la vazni 18 tonna 920. Orqalari короче tekislangan 124 KAMAZimga o'xshab, g'ishga mo'ljallangan, shlakobloklarga mo'ljallangan. Balonlari esa где-то 20-30% atrofida balonlari sal xafa bo'lib qolibdi. Dvigatellari bor. O'zini vesi esa 8 tonna 770 ekan. Texpasportlarda hech qanaqa xatolik yo'q. 3 ta o'rindiqqa joyi bor, tapchan qilingan. Hozir reklama qilamiz. Kutib qo'yinglar. 1 soat, 1,5 soat orasida qo'yamiz.